Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana hozir Jomiy bozor kelganmiz. Bu yerda bizani V1 mahsulotlarni sotadigan do'konga kirib, sotuvchilarning fikrini bilgani keldik. Har doim uyaltirib qo'ymaylik shu paytgacha. Ranglari tiniq, agentlar ham yaxshi, zo'r yetkazib berishlari gap yo'q. Agentgacha yetkazib berishyapti. Oqlari ham juda hamyonbop, narxiga stoy qiladigan bo'lsa, ikkita sloyda bemalol yoqadi. Okey. Bu kichkina sovg'amiz. Qabul qilasiz. V1 mahsulotlari hozirda yaxshi sotilyapti bizda. Klientlarimiz ham mamnun. Ayniqsa Neolite tez qotadigan metalli kraskalar juda ham talabgor hisoblanadi. Agentlarimiz yaxshi ishlayapti. Vaqtida zakazlarni olib vaqtida yetkazib berishyapti. Hamma mamnun. Kichkina sovg'amiz bor edi. Salomat bo'ling. Ishingizga rivoj. Hop, V1 yaxshi zo'r kraska. Mendan jalbalar eshitilmaydi. Yetgan kuni, ertasi kuni uje birpasda tovarlar yetib keladi. Yetkazib berishda hammasi vaqtida bor. Muammo yo'q. Buni bitta aybi olib ishlash, faqat ishlatish. Ustakalarimiz o'ziga bilishadi bir qanaqa kraskaligini. Kichkina sovg'amiz. Qabul qilasiz. Ishingizga rivoj. Rahmat kattakon. Salomat bo'linglar. Xo'p. V1 mahsulotlari kraskalari yaxshi, hammasi maslinilari, ranglari tiniq chiqadi. Klientlarda o'tizlar yaxshi. Nitro kraskalariga kelsak ham, nitro kraskalarida ranglari tiniq bo'lib chiqadi, yaltirab, tez qochishlari ancha. Xaridorlardan mamnunmiz, xudo xolasa. Kelgan odam har doim kelib olib ketadi. Zo'r ekan deb yana qayta-qayta o'qituvchi. Bizlar bilan ishlashni davom etishni xursandmiz. Salomat bo'ling. Xo'p, rahmat.